Xonani qaranglar. Bu chaqaloq uchun отдельный детский xona. Авторский proyekt, hamma narsa под заказ. Ay, qaranglar. Postomoykani zo'ra. Bizda hozir 500 kvadrat maydonga ega, imенно yashash maydoni 500 kvadrat hovliga kelganmiz. Juda ham katta va hozirda kamdan kam sotiladigan hovlidan bittasi qaysi deyishsa, mana shuni men aytgan bo'lardim. Mana shu eshikdan kirsanglar, ya'ni chiqsanglar, primoy ko'chaga chiqib ketasiz. Sal boshqacharoq dizayn qilingan. Men ko'cha tarafdan videoni oxirida qo'yib ketaman, albatta. Ko'ringlar. Kirishimizda mana shunaqa katta territoriya, 500 kvadrat yashash maydoni, общий podval 1-2 bilan qo'shganda xonalar soni 7 ta. Davaychi sizlar bilan oshxonadan zo'r boshlaymiz. Hamma mebellar, hamma remontlar, hammasi dizayn proyekt asosida qilingan va dizayn sizga sovg'a qilib beriladi. Ba'zi bir xonalarda mebellar qilinmagan, o'shani dizaynga qarab qilib olasizlar o'zingizga moslab. Eng zo'rlari qilingan, eng sifatli narsa ishlatilgan. Mana qaranglar. Hop, sразу yonar ekan. Ikkiga bundoq qilsangiz yana bitta o'char ekan. Zo'r texnologiya deydi. Xo'p, oshxona qismini ko'rsak bo'ladi. Juda ham katta qilingan. Bu yoqdan polniy obzor ko'rsataman. O'tirish uchun joy, bu yoqda shkaflar, полностью потолокgacha. Ostrofi как o'tiradigan joy qilib ishlatingiz ham bo'ladi, и рабочий zona qilib ishlatingiz ham bo'ladi. Postomoykalar bor ko'rdingiz. Texnikalarning hammasi zo'rlar qilingan. Va bu yerda почти hamma narsa qolibdi. Ba'zi bir narsalar olib chiqib ketiladi. Prixojiyda ikki tarafda shkaf, prixojiy mebellar tashab ketilgan. Zal qismi bu yoqqa o'z dekor qilmoqchi bo'libdilar hozir. Ko'chib ketishayotgan sababli qilinmayapti. O'zi eshik mana bu yoqda. Eshikni qilmaganlar, чтобы пространство katta bo'lib turish uchun. Bu o'zi zal qismi. Bu zalni sizlar bemalol stol stul zona qilsangiz ham bo'ladi va mягкий zonaga ajratsangiz bo'ladi. Chunki zal juda ham katta. Keyin to'pli bo'larigoflar bu yoq anaqa yopadigan narsasi bor. Xo'p, birinchi etaj uchun общий санузел. Bitta shu sanuzulda qo'yilmagan santexnikalari qolgan hammasi qo'yilgan. Ikkinchi qurish, podvalga tushirish. Bu yoqda qaranglar, bitta master spalni birinchi etaj uchun отдельно. Ichida bu yoqda kattagina garderob qismi bor. Bu yoqda sanuzol qismi. Pastda общий sanuzollar soni 2 ta va tepada 3 ta bo'lyapti. Bu xonamizni o'zi mo'ljal bo'yicha kabinet uchun mo'ljallangan joy. Xohlasangiz siz buni spalni qilib qo'ysangiz ham bo'ladi bemalol, yoki mana shunday kabinet qilib qoldirasiz. Orqa hovliga keladigan bo'lsak, ozgina ishlari qolgan, rekonstruksiyalar qilinmagan, nimalar qilinmagan desangiz, bu yerda plan bo'yicha o'zi vodopad va o'tiradigan joy, zelen zonalarga mo'ljallangan joy. Hozircha stop bo'lib turibdi, qilinmayapti bu joy. Podval keladigan bo'lsak, to'liq podval, pastda prachniylari bor, garderob qismi bor, hammasi xonaga ajratilgan. Kotelni ham pastda va coverlar yozish uchun joy tashab ketilgan. Hali coverlar yozilmagan. Uni balkim kimdir pol qilib yuborishi mumkin. Xullas, zo'r hovlidan bittasi. Eng qiziqarlisi, xudo xolasa, ikkinchi etaj bo'ladi. Qani ketdi. Ikkinchi etaj obzorini ko'rib ketamiz. Videoni o'tkazmasliklarni maslahat beraman. Ikkinchi etajda eng chiroyli xonalar ikkinchi etajda joylashgan. Davaychi sразу sanuzuldan boshlaymiz. Sanuzulni qaranglar. Bitta katta xonani sanuzul qilishgan. To'g'risi uchun joylar. Bu yerda отдельно shunaqa zona va vanna zonasi. Shikar. Juda ham zo'r qilingan, juda ham katta. Общий aytganimdek, hovlini territoriyasi 500 kvadrat yashash maydoni. Davay sразу master spalnini ko'ramiz. Master spalni. Kirgan mana shunaqa joy отдельно. Undan keyin mana spalni zonasiga o'tamiz. Katta spalni.
Shkoflar qani desanglar, bu xonaga shkof kerak emas, chunki bu yerda отдельный kattagina garderob qismi bor va o'zini отдельный sanuzovi ham bor. Bunaqa uylar har doim ham sotuvga chiqavermaydi. Bunaqa remont qilingan, bunaqa mebellar qilingan juda ham redko desa ham bo'ladi. Shuning uchun ulgurib qolishga maslahat beraman. Mana xonani bitta ko'ringlar. Bu yangi chaqaloq uchun detskiy xona. Xohlasangiz o'zingizga moslab boshqa xona qilib olasizlar. Kattaligini qaranglar. Bu xonaning ichida ham o'zini отдельный sanuzovi bor, hozir bu yerda ko'rsata olmayman. Hamma mebellar под zakaz, под dizayn qilingan. Shu aytganimdek, dizayn proyektsiyalarga sovg'aga beriladi. Bir ikki joyda mebellar qilinmagan bo'lsa, shu dizaynga qarab mebel qilib olasizlar, o'zingizga moslab. Mana bu xonalarni ham bitta ko'rib chiqinglar. Juda ham ko'p mehr ketgan bu uyga. Mana hamma risunoklar qo'lda chizilgan. Bu ham dizayn orqali chizilgan. Ikkita spalniy detskiy bir xil qilingan, чтобы boshqacha bo'lmasligi uchun garderoblari, dars qilish uchun joylari. Keyin hamma xonaga o'zi datchik cho'pli pol tashab ketilgan, просто qo'yilmagan, qo'yib olasizlar buni. Holga qo'yilgan ekan, lekin mana ikkinchi holga. Va aytganimdek, mana ikkinchi xona. Bu ham почти bir xil narigi xona bilan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham garderob qismi, dars qilish uchun joylari. Hamma mebel texnikalar qovotdi. Ba'zi bir narsalar olib chiqib ketiladi, sразу aytaman. O'zingizga kelganingizda kelisha olasizlar. Joylashgan joyini ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Men ko'chadan obzorni bitta ko'rsataman sizlarga. O'zi videoni uy ichidan boshladim. Ko'chadan obzorlarni ko'rsatib tushuntirib ketaman sizlarga. Uyimizning mana ko'cha tarafdan ko'rinishi, sразу aytdim, sal boshqacharoq proyekt tushgan. O'zi hozir mo'ljal bu yoqqa naves qilib, bu yerdan полностью решетка qilib yopmoqchi bo'ptilar, lekin hozir to'xtatganlar uchun zakaz qilmabdilar bu narsalarni. Bitta parkovka joy bor, mana zilon zonani yopaman dedilar. Daraxt kelib bo'lsa oldirib tashlayman dedilar va ikkita mashinagina bemalol joy bo'ladi. Ya'ni 3 ta mashina qo'ysangiz bo'ladi ko'chaga. Mana istirohat glavniy ko'chasi. Bu yoqqa yursanglar Gulzorga chiqasizlar, bu yoqqa yursanglar Betonkaga, bu yoqqa yursangiz shtabga qarab chiqasiz. Xullas lokatsiya вообще zo'r lokatsiyalardan bittasi. Proyekt sal noodatiy va juda ham chiroyli chiqqan uyimiz. Hammangizga chiroyli, yengil nasib qilsin. Bemalol bu payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Zaryadni telefon qilib aytib qo'ysanglar bo'ldi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Tanishlik videoni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.